anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'ini erimiz meni o'zlariga nikohlab olgan. Eringlarni boshqa ayolga uylanishiga aslo qarshilik qilmanglar. Agar u dunyoda buning uchun sizlarga qanaqangi ajr berilishini bilganinglarda edi, o'zingizlar sovchi bo'lib borib, eringlarni majburlab uylantirib qo'ygan bo'lardinglar. O'zingiz ham shunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? O'zim o'rgilay sizdan. Nimaga rozi bo'lmas ekanman? Albatta rozi bo'lardim. Axir bu Allohning buyrug'i-ku. Unda biz ham shunaqa qilamiz. Keling opajon, sizni bitta bag'rimga bosam maylimi? O'zim o'rgilay sizdan. Allohning buyrug'iga bir zumda taslim bo'lgan sizni men turib bag'rimga bosishim kerak. Aylanay opaginamdan. Opajon, aslida anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'ini erimiz meni o'zlariga nikohlab olganlar. Lekin sizga aytishga qo'rqib o'tirgan edik. Hozirgi suhbatingizdan shunga amin bo'ldimki, siz Shariya anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'ini erimiz meni o'zlariga nikohlab olgan. Eringlarni boshqa ayolga uylanishiga aslo qarshilik qilmanglar. Agar u dunyoda buning uchun sizlarga qanaqangi ajr berilishini bilganinglarda edi, o'zingizlar sovchi bo'lib borib, eringlarni majburlab uylantirib qo'ygan bo'lardinglar. O'zingiz ham shunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? O'zim o'rgilay sizdan. Nimaga rozi bo'lmas ekanman? Albatta rozi bo'lardim. Axir bu Allohning buyrug'i-ku. Unda biz ham shunaqa qilamiz. Keling opajon, sizni bitta bag'rimga bosam maylimi? O'zim o'rgilay sizdan. Allohning buyrug'iga bir zumda taslim bo'lgan sizni men turib bag'rimga bosishim kerak. Aylanay opaginamdan. Opajon, aslida anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'ini erimiz meni o'zlariga nikohlab olganlar. Lekin sizga aytishga qo'rqib o'tirgan edik. Hozirgi suhbatingizdan